Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, opa-singillar, sog'misiz, salomatmisizlar? 12-iyul hafta kunida yakshanba 2026 Surxondaryo viloyati Qizilirjahon mol bozoridamiz. Sizlarga sog'in sigirlar, boqma va kichik buqalar, bunajinlar narxlarini afzal qilib ko'rsatib beramiz. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Bozorda odamni qarang ko'pligini, mashalloh ko'z tegmasin. Barakali bu bozorga. Deb o'ylamoqchi bo'lsangiz, Musulmoncha Ibragimov Telegram kanalimizga kutib qolamiz. Mol, qo'y, uy-joy, mashina bemalol ishlab chiqarishni o'z mahsulotingizni reklama qilishingiz mumkin. Telegramda Musulmoncha Ibragimov deb yozsangiz chiqib keladi. YouTube'da ham har bir videomizda tagida bor. Musulmoncha Ibragimov kanalimizda. Barchangizni Qizilirjahon bozoriga lutfan taklif etamiz. Kelaverasizlar. Yes. 65 milyon. 15 milyon aytilyaptimi? 22 litr süt beradi. Bolasi o'qishchami? Bolasi o'qishcha, suti 22 ta. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Onun taklarini ham ko'rsam. Savdosi qancha bo'ldi? Mana go'shtlaringizni hurmatli kuzatuvchilar. Savdosi qancha bo'ldi oshna? Bu nech pul aytilyapti? 50 ming kam. 50 dan kam bor. Bo'g'azmi, qisirmi? Boz 6 oylik. 6 oylik bo'g'az. Nechinchi qoringa? Birinchi qoring. Yo'q, bermayman. Seniki ham o'zbekka ham 21,5 bo'ldi men hisob. Menga qara. Menga qara 22 ga berma, 22 bo'lsa qo'yasan. 21,5 bo'ldi men hisob 1 million beraman. Mana shuni 22 bo'lsa olyapti, bolasi o'qishcha. Nechinchi bolasi aka bu? Savdosi 45 million. Qapqo menga o'g'am, men aytdim 22. Mayli, yoraman 22. Narigini. Savdosi qol. Yo'q, 21,5. 22 deyapti. Yo'q. Bo'ldi, 21,5 men. Qaysi 22,5 bo'lyapti aka? Ona ajimi, buchi nech bo'lyapti? 45 million. Nechinchi bolasi bu aka? 22 bo'lsa qol, hayda 20. Nechinchi bolasi bu aka? Ha? Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi buni. Necha oylik bo'ldi bolasi? Bolasi 3 oydan oshdi. 3 oydan oshdi. 22 bo'lsa qol, hayda. Bovaning savdosi. Men ham nomodga. Bo'g'azmi, qisirmi bu? Birinchi qoringa? Birinchi qoringa? Ikkinchi qoringa. 3 oydan o'tib, 4-chi oyga o'tdi mana. Ya bo'lsa kerak. 22 million savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum. Aka nech pullar savdosi? Ha? Qancha? 30 million so'm. Bolasi o'qishchami, urg'ochimi? Ha? Nechinchi bolasi? Qanchasi to'g'ri bu ertagacha? 15 litr tutsa garanti. Qanday yotdi? Kelva raqam aytasizmi? Odangiz bersin. Mana bozor hayvonsiz. Necha bo'lyapti ham bu? 24 yarim savdosi bo'lyapti. Bolasi urg'ochmi? Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Necha kunlik? 5 litr sut beradi bu? 5-6 litr sut bergan. Kelva raqam aytasam? 91lik 720 75 78 mana shu raqamlarga chiqib berasiz, ma'qulga telefon qilishingiz mumkin. Keyin necha bo'lyapti savdosi? 28 9 ham bolasi. Urg'ochi. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Necha suti bor? Qancha? Kelva raqam aytasam? Nomer 97lik 533 24 85 mana shu raqamlarga chiqaverasiz. Ma'qul kelgan bo'lsa mana shu bolasiga telefon qilishingiz mumkin.
Neç pul bo'lyapti? Ha? Mayli. Neç pul bo'lyapti bu aka? 30 etdilar. Savdosi qancha bo'ldi? 26. To'kischan bolasiz? Nechinchi bolasiz? Nechinchi bolasiz? Nech kunlik? Nechta tursiz beradi bu? 8 litr sutga garanti. Faqat bolalarni ko'rsatamiz, ko'rishlarimiz. Telefon raqami aytasizmi aka? Nomer. Nech pul bo'lyapti aka savdosi? Savdosi 37. Sog'in sigirmi bu? Sog'in sigir bolasi o'tticha. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Sog'in sigirlar zo'rlarni ko'rib ketamiz. Savdosi qancha bo'ldi dedingiz? 37. Aytilish qancha bo'lyapti? 45. Bolasi o'tsa, nechinchi bolasi bu? 4-chi bola. Necha oylik bo'ldi? Sog'ladimi aka? Sog'indan chiqamiz. Necha litr beradi? 20 litr sutga garanti. Aka telefon raqami aytasizmi? Ayting. Beringiz yomon. Nechilik? 99lik. Yomon. Beringiz. 700 10 11:35. Mana shu raqam aloqa chiqaverasiz. Ma'qul kelsa telefon qilishingiz mumkin do'stlar. Davom etamiz. Sizlarga yoqib turamiz. Aka nech bo'lyapti bu? 32 bo'lyapti bu. Savdosi? Nech pul bo'lsa olyapsiz? 35 bo'lsa oldim. Bolasi o'qishcha? O'qishcha bolasi. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Necha litr sut beradi aka bu? Hal sutda borgani yo'q. 7 litr 8 litr. Telefon raqami aytasizmi? Yo'q, raqam aytdim. Sotaman. Bozoringiz bersin. Sog'in sigir zo'rlardan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti aka savdosi? 31,5 bo'lyapti. Nech pul bo'lsa olyapsiz? 33 bo'lsa. Bolasi o'qisham? Ha, chor aka. Urg'ochi. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Necha oylik? Haftalik almana kuniga turibdi mana. Gap. Qancha suti bor buni? 15 taga javob beraman. 15 litr sutga garanti. Telefon raqami aytamizmi? 91 91lik 722 722 39. Mana shu raqamlarga aloqa chiqaverasiz. Ma'qul kelsa telefon qilishingiz mumkin. Chorakani mana deysham. Chor akam bozorda oldi. Choraka savdo qilyapti. Gap. Nech pul so'radingiz? Ya bu shu 30 million so'rabdi. 26 savdosi bo'lyapti. Qancha bo'lsa olyapsiz? To'kischa birinchi bolasi. Nech pul bo'lsa olyapsiz aka? 27,5 bo'lsa olyapti. Qancha suti bor aka buni erta kech? 6 litr sutga garanti. Ko'rishingiz mumkin bo'lsa. Telefon raqami aytasizmi? 50lik kodi bilan 515 77 47. Mana shu raqamlarga chiqaverasiz. Ma'qul kelsa telefon qilishingiz mumkin. Aka nech pul deyapsiz savdosi? 32 bermayapsiz. Nech pul bo'lsa olyapsiz? Nech pul bo'lsa olyapsiz? 35 baho qo'yilyapti. Bolasi urg'ochi aka, nechinchi bolasi aka? Necha oylik? 20 kunlik. Nechta litr sut beradi aka bu? Bir kunga 8 litr sut bor. Sigirni orqa tomonlaridan ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Bu nech pul bo'lyapti aka? 38. Qancha bo'lsa olyapsiz? Bolasi urg'ochi? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Gap yo'q. Necha oylik bo'ldi aka bolasi? 2,5 oylik. Qancha suti bor aka buni? 13 litr sutga garanti, ha? Telefon raqami aytasizmi? Ikkalasiga ayting. 99lik kodi bilan 755 40
40-75. Mana shu raqamlarga chiqaverasiz. Mana shu ikkita bolali sigir ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol akamiz bu raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sog'in sigirlarni o'darlar. Qancha bo'lyapti aka savdosi? 25. Qancha bo'lsa olyapsiz? 27. Bolasi urg'ochi, birinchi bolasi. Necha kunlik? 5 kunlik. Necha litr suti bor? Sog'inga kirdimi? Ha, aka 5-6 litr suti bor. Tilva raqam qoldirasizmi? 88lik 743 97 94. Mana shu raqamlarga chiqaverasiz. Ma'qul kelsa tilma qilishingiz mumkin. Necha bo'lyapti aka bu? 35 aytilyapti. Savdo bo'ldimi? Ha? Endi xudo xolasa. Bolasi urg'ochimi? Urg'och. Nechinchi bolasi aka bu? Shuncha? Necha litr suti bor? Suti kirdimi? 4 litr. Tilva raqam qoldirasizmi? Nomer aytasizmi? Ayting. Ayting. 70lik kodi bilan 023 12 34. Mana shu raqamda aloqa chiqaverasiz do'stlar. Bolasi urg'och, 3-bolasi yapti. Ma'qul kelsa, telefon qilsangiz orqa tomonlardan ko'rsatib ketamiz. Bundan aka sizlardanmi aka? Hech bo'lyapti savdosi? 30 aytilyaptimi? Savdosi qancha bo'ldi? Bolasi urg'ochimi? Ho'kisa. Nechinchi bolasi aka bu? Necha kunlik? Necha litr sut beradi? Yana qaysi sizlardan? Yana qaysi sizlardan mol? Telefon raqam aytasizmi shunga? Nomer aytasizmi? Telefon raqam ayting. 97lik kodi bilan 88 82 70. Mana shu raqamlarga chiqaverasiz. Mana shu bolasiga ma'qul kelsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Davom etamiz hurmatli kuzatuvchilar. Necha bo'lyapti aka savdosi? 23 ga bermayapsiz. Qancha bo'lsa olyapsiz? 26 bo'lsa olyapsiz. Bolasi o'tisham? Qilgatingchi? Urg'och dedingizmi? Urg'och. Nechinchi bolasi bu? 4-bolasi. Necha kunlik? 3 kunlik buzoq. 4-bolasi. 3 kunlik buzoq do'stlar. Necha litr suti bor aka? 7? 7 litr sutiga garantiya bor. Akamiz qochirmay to'g'ri-to'g'risini aytayapti. Gap bo'lishi mumkin emas. 4-bolasi yapti. Telefon raqam qoldirasizmi? Ayting. 93 kodi bilan 271 28 12. Mana shu sog'in sigirimiz ma'qul kelsa do'stlar, shu ukamiz telefon raqamiga bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Xodingiz bersin. Bugun aka promay ketyapti. Aka necha bo'lyapti bu? 35, bolasi nargimi? Urg'och. Mana do'stlar, mana shu bolasiga 35 million aytilyapti. Orta bolasi ham bor. Ha. Bu nechinchi bolasi aka? 3-bolasi. Urg'ochimi? Urg'ochi. 4-qoringa bo'g'oz. Necha oylik? 2 oydan oshibdi. Aka qancha suti bor? Suti 7-8 ga oshirmayapti. 7-8 litr suti bor. Ha, tomog'iga qarasa, undan ham ko'proq beradi. Sigirda orqa tomonidan bitta ko'rsatib ketamiz. Sog'in sigir zo'r ekan lekin. Agar pulim bo'lganda olib qo'yaman. Havasim keldi. Bolasi o'kicha bo'lganda undan ham zo'r bo'ladi. Aka telefon raqam aytasizmi? Ayting, normalniy sog'i yaxshi sigir ekan. 93lik 378 69 66. Mana shu sog'in sigirimiz ma'qul kelsa bolasi sigir. Akamiz telefon raqami yo'q, ishlangiz mumkin do'stlar. Bolasi o'kicha. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Aniq. Aldama. Necha kunlik bo'ldi? Oy necha? 1 oylik, ha? Sog'ladimi? Necha litr beradi? 3dan 6 beradi. 3dan 6 litr suti bor. Sigir orqa tomonini ko'rsatib ketamiz. Qancha savdosi bo'ldi? 26 million so'm bermadilar. Qancha bo'lsa oldiyapsizlar? Necha pul kelishgan? 28. Bu necha bo'lyapti? Kelgan. Chaqirib kelgan bo'lsang aytdi deng.
Buning savdosi qancha bo'ldi? Bunun savdası 24 ya. 24 yarim. Qancha bu savdo deyapsiz? 26 bilen abi. 26 million bu savdo ya. Bolasi urg'ochi. Nechinchi bolasi? 3. bala. 3-chi bolasi necha oylik bo'ldi? 1,5 aylık. 1,5 oylik. 7 litre sütü var. 7 litr sutiga garantiya deyapsan. Gap bo'lishi mumkin emasmi? Ko'rishingiz mumkin. Orqa tomondan ham ko'rsatib ketamizmi? Telefon raqam aytamizmi? 95lik kodi bilan 542 5208 mana shu raqamga aloqa chiqaverasiz. Ma'qul kelsa telefon qilishingiz mumkin. O'ktam aka Jalilov telefon raqami aytgan 95lik 542 5208 mana shu raqamdan yana qaytarib aytib ketamiz. Ma'qul kelsa sog'lom singillar bemalol telefon qilishingiz mumkin. Akalar necha pul bilan savdosi? Ha? Necha pul bo'lyapti? Keltiratib turing bo'lmasa aka. Ha. Qancha bo'lyapti savdosi? Aka aytaverasizmi? Ha, savdosi 27 bo'lyapti. 40 million aytilyapti. Bolasi o'ksa. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bola. Nechta litr suti bor? Ha? Suti qancha bor? 10 tadan oshdi. Telefon raqam aytasizmi? Aytam. Ayting. 91lik. 91lik kodi bilan 717 87 86. Qayerda bor bu? Restoranik. Mana shu raqamni telefon qilaverasiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu bolasiga o'z ma'qul kelsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Qolgan sigir zo'r sigir. Necha pul bo'lyapti aka? Savdo 27 million bo'lyapti. 27 ga bermayapsiz. 27 ga Necha pul soldiyapsiz? 33 ta baho qo'ydim. 33 aytilyapti. Bolasi urg'ochimi? Urg'ochi 1-iyul kuni Urg'ochi 1-iyul bo'lsa 10 kun bo'lganda 12 kun nari beradi. Nechta litr suti bor bu buni? 7 litr sut beradi. 7 litr sutga garantiya. Orqa tomonlardan suzib ketamiz, ko'rishingiz mumkin. Telefon raqam aytasizmi bova? Ha, Ayting. 93lik 374 374 0064. 0064. Mana shu raqamdan aloqa chiqaverasiz. Mana shu bolasiga ma'qul kelsa, telefon qilishingiz mumkin do'stlar. Necha pul bo'lyapti jiyan bu? 26 ga bermadilar. Bolasi urg'ochimi? 26 100. Urg'ochimi kicham? Urg'ochi. Nechinchi bolasi? 2-chi bola. Ikkinchi bola. Nechta litr suti bor? 4 litrdan 8 litr suti bor. Orqa tomondan ham ko'rsatib ketamiz. Mana ko'rishingiz mumkin sigirda. Telefon raqam aytamizmi? 90lik 523 48 40. Mana shu raqamga aloqa chiqaverasiz. Ma'qul kelsa telefon qilishingiz mumkin. Aka necha bo'lyapti savdosi buni? Aytilishi 30 million. Savdosi 27 savdosi. Bolasi urg'ochimi? Torting desa. Urg'ochi. Nechinchi bolasi? 4-chi bola. 4-chi bola. Nechta litr suti bor? 6 litr suti bor. 6 litr, 6-7 litr sutiga garantiya. Sigirda orqa tomondan ham ko'rsatib ketamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Gap bo'lishi mumkin. Aka telefon raqam aytamizmi? Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisiz? Nechta Deyapmiz. qancha? 30 million. 30 aytilyapti. Savdo bo'lyapti. 26 berilmadi. Savdosi 26. Urg'ochi bolasi. Qara, yana o'z uyga ketdi. Qachon? Ha, nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi, ikkinchi qoringa bo'g'azmi? Yo'q, Ha, ha, kelib turibdi ja. Ha, gap yo'q. Nechta litr suti bor aka? 5 ta 6 ta bor. 5-6 litr suti bor. Nech kunlik bu? Bir oy qoldi. Bu necha bo'lyapti Qashqa? Buni ham 30 deyapman. 1 million aytilyapti. Birinchi bolasi. Urg'ochimi, kicham bolasi? Qana bo'la. Qana. Nechinchi bolasi bu? Bir dediysa? 26 savdo bo'lyapti. Nech kunlik? Hozir 20 kundan oshib qoldi. 20 kun oldin 26 savdosi berilmadi. Ha.
Nechi pul aytilyapti? 30 mi? 30 million. 30 million aytilyapti. Buchi aka? 26 deyapman. 26 aytilyapti. Bola sirg'ochimi? Ha. Sirg'och. 23,5 savdo bo'lyapti. 23,5 savdo. Gap. Sigirni orqa tomonlarini ham ko'rsatib ketamiz desa, mana ko'rishingiz mumkin. Bu hali nechi pul bo'lib qoldi aka? 35 deyapti. 35 aytilyapti. Savdosi? Savdosi 31 bo'lyapti. 31. Bola sirg'ochimi, o'qitchami? 5-chi bolasi aka bu. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Qochgan necha oylik? 20 kundan oshib ketdi. 20 kundan o'tibdi. 3-chi qoringa bo'g'oz ekan do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Sigirni orqa tomonlarini ko'rsatib ketamiz. Ya bu mana shunday zo'r chiqadi do'stlar. Bu tomoni bunday quyosh bo'lib qolyapti. Aka dilbar raqam aytasizmi? Ayting. 95lik 244 99 89. Mana shu raqamlarga chiqaverasiz. Mana shu 3 ta bola sigir ma'qul kelsa, nima qilishlaringiz mumkin. Aka nechi pullar savdosi? 28 deyapmiz, 24 28 aytilyapti, 24 25 million. Bola sirg'ochimi? bolasi o'tkiz. O'psa, nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi. Necha kunlik? 4 kunlik. Necha litr suti bor aka buni ertaga? 7dan oshib 4-5 litr suti bor. 4-5 litr suti bor ertaga oqshom. Gap yo'q. Telefon raqam qoldirasizmi aka? Nomer aytasizmi? Nomer 91lik 91lik 230 230 0588. 0588. Mana shu. Dehqonchilar. Ha, u dehqondan to'g'rimi? Mana shu bolasiga ma'qul kelsa, nima qilishlaringiz mumkin do'stlar. 3-chi bolasi yekargacha bir. Nechi bo'lyapti aka bu savdosi? 27. 27 deysizmi aka? Bolasi o'qishcham? Ayol savdoni ko'rsana. Bolasi o'qishcham aka? 27 deyapti. Yo, eshitdim, bolasi o'qishcham, rivojim so'rayman. Beshinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi rivojchi ekandir. Biz davom etamiz do'stlar. Boshqa joyda video qilamiz. Aka nechi bo'lyapti savdosi? 26 bolasini torting desat. O'qishchami, rivojchimi? Bo'ladi aka. Rivojchi ekan-a? Nechinchi bolasi aka bu? Necha litr sut bilan sog'landi, soni chiqqanmi? 5 litr sut beradi aka. Necha oylik bo'ldi bolasi aka? Bolasi 3 oy bo'ldi aka. 3 oylik. Telefon raqam aytasizmi? Ayting. 77lik 77lik kodi bilan 366 366 33 33 13 mana shu raqamlarga chiqaverasiz. Ma'qul kelsa telefon qilishingiz mumkin do'stlar. Hech bir bo'lyapti bu jiyan. Savdosi qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum, yaxshimiz? 32. Bola sirg'ochimi? Nechinchi bolasi bu? Ha? Birinchi bolasi. Necha oylik bolasi aka? Oylik bugun 2 haftalik. 2 haftalikmi? Yo'q, telefon raqam qoldirasizmi? Nomer aytasizmi, shart emasmi? 97lik kodi bilan 846 00 91. Mana shu raqamlarga chiqaverasiz. Ma'qul kelsa telefon qilishingiz mumkin do'stlar. Mana. Surxonda oldi lavachisi. Mana shu sog'in sigirni oldi. Nechini oldingiz? Olindimi? 30 ga baraka bo'ldi. Birinchi bolasi. O'qishcha. Nega? Necha kunlik ekan? Necha kunlik ekan? 23. Normal sonlar qancha? Necha litr sut beradi bu? Sog'inga kirganmi? Ha? 8 litr. Kim oldi buni oshna? Kim oldi? O'zingiz oldingizmi? Barakasini bersin. Hayrating. Qiziriq bozorimi bu, ha? Qiziriq bozori albatta. Men sog'insiz ular. Gap bo'lishi mumkin emas.